Hello guys, bola bugun sizlar bilan yana Mukka Prime. Bugungi balansimiz 135 coin. Bugun sizlar AVM'da sotamiz va bugun sizlarga bomba open case qilamiz. Qana bo'lmasa ketdi, birinchi 37 likdan boshlaymiz. Qana bo'lla plus yoki minus. Plus bermas, qimmatidan ber, qimmatidan sotib mazza qilaylik. Kichi verdi ya. 16 berdi. Minusga chiqyapti-ku bizada faqat. Azartga berilmaylar, buldirib yomon azartga berilavera. Arzonroq kelsin 59. Davay 59 senga ishonamiz, davay. 59 va o qizil ekan. Voy bulla 359 tushdi. Ko'ryapsan, bomba open case bo'ladi dedim-ku. 55 bulka ham qoldi. Bo'la, ko'ryapsan, buldir azartga berilmas kerak. Bir plus bera, bir minus bera. Davay, yana ham kesdan bomba open case qilib qo'ysak-da. 55 ga qanaqalar bor? Mana provinki degani bor ekan. Nimalar bor ekan ichida? Minus edishi mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Davay, senga ishonamiz 55. Qimmat narsadan bir qimmat. 20 berib o'tiribdi. Hech o'zi bunga o'tdi. 20 bulkoyimiz qoldi. Zatta bolalarda yana bugun 5-qismdan chiqib oldi. 359 bulkoyim bo'ldi. Tushunasizlar bolalar, buni ma'nosini tushundi. 19 bira. 19 ga ishonaman. Qizillarda men olsam, qizil sariq, voh bular o'tib ketdi. Voy bolla 274. Tushunasizlarmi? 633 vulkonga endi video chiqar bolla. Sizlarni 5-qismda kutib qolaman. Qana let's go bolla.